Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken bilan Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi 29 avgust telefonda so'zlashib, Afg'oniston vaziyatini, shunaqla Amerika-Xitoy munosabatlarini muzokara qilgan. Bu Blinken bilan Wang Yining yaqinqi 2 hafta ichida ikkinchi qitim so'zlashishi bo'lib, ular Amerika-Xitoy munosabati Uyg'urlarning irqiy qirg'inchilik uchrashishi, Hong Kong vaziyati, koronavirusi, Tayvan, Janubiy dengiz, majburiy emgak qatorliq masalalar tufaylidan qattiq yiriklashib ketgan bir vaqtda so'zlashgan. Amerika Tashqi ishlar ministrligi bu vaqtdagi bayonotida bu suhbatning tafsiloti to'g'risida ko'p to'xtalmagan. Bayonotchi Ned Price, Blinkenning Wang Yi bilan xalqaro jamiyatning Talibanlarni Afg'onlar va chet elliklarning bexatar yo'tkilishi ham sayohat erkinligi to'g'risida bergan oshkora va'dasi masalasida javobgarlik tortishning muhimligini so'zlashganligini bildirgan. Lekin Reuters agentligining xabar qilishicha, Wang Yi barliq taraflarning Taliban bilan uchrashishi va ularni ijobiy tarafga yetaklash kerakligini aytgan. U yana Amerikaning terrorga qarshi qo'sh o'lcham qo'llanish yoki tanlab qarshi turish o'rniga konkret harakat qo'llanib, Afg'onistonning terrorga qarshi kurash qilishi va zo'ravonlikni to'xtatishiga yordam qilish kerakligini ilgari surgan. Wang Yi yana Xitoy Amerika taraf bilan qanday aloqa qilishni uning Xitoyga tutgan muomalasiga asosan o'ylashidi degan. Wang Yi o'tgan qitim Amerikaning Sharqiy Turkiston islom harakatini qayta terrorlik tashkilotlar tizimligiga kirgizishini talab qilgan edi. Lekin ba'zi kuzatuvchilarning aytishicha, Xitoy Afg'oniston vaziyatidagi o'zgarishni dastlab qilib, o'zining 20 yildan beri davomlashtirib kelgan Sharqiy Turkiston terrorlik tahdidi nazariyasini qayta bozorga solmoqda va bu orqali diqqatni burab, o'zining Uyg'urlar qarta elib borgan irqiy qirg'inchilik qilmishlarini yepishga urinmoqda ekan.